Selamünaleyküm. Videomuz Urgenç Balidara'nın yanında Yaşulan Baysas yanında. Şimdi Yaşulan Baysas köşesine aynen sağsa ikinci köşede ben de yine gidip geçeceğiz. Şöyle 3 tane acayip satılar iken şunu birisini abzor etip ötemiz. Bu Uglo'yu satıladı. Uglo'yu 230 kvadrat 110 bin dolar iken bu remonttan çıkan teyar. Lekin bize yan baştaki 3 etajlı podval garaj olacağını abzorunu görüp çıkamız. Bam satıda bu 110 bin iken. Bunun bakası 125 bin. 150 kvadrat ekan. Joylashgan joyi почти 100% pishgan garaj. Pastida mashina qo'yadigan garajlari ko'rishingiz mumkin. Pastidan foydalansangiz bo'ladi. Birinchi etajning usti plita, ikkinchi etajning usti plita, uchinchi etaj og'ach bilan bostirilgan, fasadlar troitellar urilgan. Fasad qismi 8,5 metr bo'ladi. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Ko'chalarni ko'rishingiz mumkin. Akkuratni taxlab qo'yib turadi. Bir chetdan ko'rib chiqamiz. Bismillah. Kafella basilgan yaklarni polnisti girdik shinin ixchamli dalan ko'rishingiz mumkin. Chap qo'limizda rakovinalari joylashgan. Fartuqlar urilgan va daraxtlar ham qo'yilgan ekan. Polnisti devorlari oboy, ramkalar tashalgan. Bellarni rushnoy ishlatdilar, ko'rishingiz mumkin. Lyustralar qo'yilgan. Gilamlar tashalgan. Polnisti ham yeri gilam döşəlgan, pərdələri qoyulgan. Doğru girib yaşıdan bu tutdu. Bir də zal joyi. Devorlar oboy, ramka tashalgan, oyoq temiz laminat pol, gilamlar tashalgan. Televizionlar bu rushnoy o'zatilgan qo'lda. Pərdalar qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Asab tutdagan beklab qo'yilgan, qo'shilib turadi. Lyustralar qo'yilgan. Konditsioner tochkalar tashalgan, batareyalar tashalgan. Pərdalar ham qo'yib tutdi. Akkuratni deb taxlangan. Tayyor joy, doğru girib olib yashasangiz da bo'ladi. 150 kvadrat. Pastida podvali bor. Podvalga bedam tushsangiz da bo'ladi. Mashina bilan kelsangiz ham bo'ladi. Zinalar ham ko'rishingiz mumkin. Derivanli svet bilan oq svetni kombinatsiya qilib ishlab qo'yib turadi. Aytganimizdek devorlari oboy, nelar tashalgan, yuqori chiqib ketasizlar, podvalga tushib ketasizlar. Tak, pastda shunda bir dalan, keyin zal, sanuzel, kattalan spalnisi, kuxnyasi bor. Bir chetdan ko'rib chiqamiz. Oyoqlarimiz kafel bo'lgan, vannalari qo'yilgan, kafellar bosilgan, patologlar plastik, aristollar qo'yilgan, unitazlar qo'yilgan, kir mashina uchun tochkalar tashalgan. Bu tomonda esa spalnisi. Ixchamli spalni, devorlari oboy, ramkalar tashalgan, televizor tochkalar tashalgan. Aynasi bor. Patologlar chetlari gipsokarton, o'rtasida natijnoy oppoq eshiklar qo'yilgan. Endi bu tomonda kuxnyasi. Kuxnya fartuqlar urilgan ekan. Patologlar chetlari gipsokarton, o'rtasida natijnoy lyustralar qo'yilgan. Suvni tochkalariga turibdi, konditsioner tochkasiga ham, gazni tochkasiga turibdi. Kotellar qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Stendli kotel, doполнительный nasoslar ham qo'yilgan, batareyalari. Baq tarafdan ko'rsatamiz. Ozgina yeri o'zi baq tarafda ko'rishingiz mumkin. Kichkinagina qozon o'joq va shashlik mangal tashalib turibdi. 2 metr, 2,5 metr yer qolgan. Tak, pastini ko'rib chiqamiz endi. Podvaldan zinani svet lekin zo'r bo'libdi. Oq bilan derivanli svet kombinatsiyasi qo'yib turadi. Tak, kuxnyaning kladovka. Yan tarafda mayda chuyda qo'ymoqqa aynalar ham bor. Baq tarafida ham kladovkadan foydalansangiz bo'ladi. Dalanni ham shunday podval bo'lgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Batareya qo'yilgan, bellar ham отопление etilgan ekan podvallar ham. Banimiz garaj. Ko'rishingiz mumkin. Avtomat darvozalar qo'yilgan. Avtomat darvozalar. 2 mashina, 3 mashina. 3 mashina sal qiyin olib chiqardim, 2 mashina o'ynab kelib chiqardi, ulli mashina. Отопление etilgan, polnisti kafel bosilgan ekan bellardan. Chetlardan ham kafellar bosilgan. To'pli polni registrlar ham joyda turibdi ekan, to'pli pol bo'lgan ekan bellari. Ko'rishingiz mumkin. Polli remont bo'lgan podvallar ham. Zinasidan xo'shay bo'lib chiqdi. İkinci etajni ko'rib olamiz. Zinalar xo'shay. Alt bilan derivanning kombinatsiyasi. Tak, ikinci etaja chiqdik.
Dalanın üstünde bir dalan. Görüşürüz mümkün. Şimdi hovuz katta olup keng bulup düşken. Oturup çaycadan yeri. Zalat faydalansanızdan bu adı elinde balkonları var. Köçe tarafa karayına. Görüşürüz mümkün. Şahat yolda donlaram gördük değil mi? Evet, kaos donları. Yaşlar başlasın geri yedi ikinci köşede bir de zalın üstünde zal. Diyorlar. Aboy ramkalar taş algan, televizyonlar taş algan, laminat pol, ayak temize gilemler taş algan, lüstralar koyulgan. Bu kızış üçün batet perden açıp koyup duruşuydu. Appak eşikler koyulgan eken. Şurası mümkün. Tayar cay 150 kvadrat euro remont. İkinci etajdan sanuzörümüz var. Görüşürüz mümkün. Rakarnası, unitazı, vannaları koyulgan. Poliüstü kafel, patologları plastik. Bir banda iki tane spanya selçat tarafı eken algan karanda. Ayak gilerimiz laminat pol, gilemle taş algan. Televizyon üçün toçkeler taş algan. Gipsakarton patologlarımız. Aynası var. Hamma kanada bak tarafa karan. Görüşürüz mümkün. Bu tamamda kuxniyanın üstünde İspanya. Bu sel kichkina İspanya algan karanda bir detki İspanya bo'ladi, bir kattaroq İspanyası bo'ladi. Yalnız bak tarafa karan aynası bundan. Gaz ve sudan muamması yok. Dokumentleri taxt. Remontdan çıkıp durdu tayar. Bahasını aytıp ötdük 125 bin dolar. Orienterimiz Rezenter Yaşullağın bahissası Bolgariyanda. Kime makul olsa bemalol nömerlerini yazıp koyamiz. Telefonlaşıp gelip görseniz de болады. Nömerini aytıp ötemiz. 33'lik 606 0000 keyin 77'lik 306 70 00 mülk egesinin nömeri. Videonun teyinlerine yazıp koyamiz. Kime makul olsa bemalol telefonlaşıp gelip görüp savdalaşıp alsanız da болады. Gelişlerdi bakaları. 3 çay var. Aytkanımız deyim uglovoy. Yan başı keyin yine bunun yan başında yine bir uglovoyumuz var. 300 saat aldı. Video örtüne küllüğümüz sağ salamat bolasılar. Kime makul olsa bemalol telefonlaşıp getmişersizler.